Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilar. Eslatib o'tamiz, bugun 21-mart hisobda. Avvalambor sizlarni barchalaringizni shu bayram bilan tabriklab o'taman. Hurmatli aziz kanalimiz obunachilari, qadrli vatandoshlar, mana hozir akalarimiz granitsaga zayezdga, ya'ni borib kelish maqsadida bilet olganlar. Bizda mana qo'limda hozir akalarimiz biletlari, mana aka o'zlari mana shu yerda turishibdilar. Assalomu alaykum akajonlar, xush kelibsiz avvalambor. Qani registratsiya jarayonlaridan o'tib oldilaringiz a? Hammasini o'tdik. Siz ofisimizdan borib bilet olgan ekansiz a? Qani tavsiya qilasizmi? Hammasi joyidami ekan akajon? Albatta, tavsiya qilaman. Arzon, qulay tavsiya qilaman. Shu videoda aytib o'tilayotgan gap so'zlar hammasi kak amalda ham qo'llaniladi, to'g'rimi akajon? Sizlarda to'dabiratni samolyotda biletlaringiz I+ taksi hisobiga to'lov qilgansizlar, to'g'rimi? Lekin taksi akalarimiz nomeri ham berilgan, to'g'rimi? Necha pulga oldingiz aka, sir bo'lmasa? 14 mingga. Hamma obslužивание ichida bo'ladi. Gap yo'q akajon, nasib xudo olsa sog' salomat e'tiboringizda. Nariyoqda mana svязga chiqasiz, nomerlari bor. Eschi meni ham nomerim sizlarga berilgan. Qanaqadir tushunmovchilik holatlari avvalgi bo'lmaydi, bo'lgan taqdirda ham sразу moment joyida hal qilamiz. Aziz vatandoshlar, kimda kim shunaqa granitsa zayezdingiz haqida misol ma'lumotlarga ega bo'lishni atrab bo'lsalar yoki bilet olishni atrab bo'lsangiz, marhamat ushbu videoning ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar.